Xayrlı kun dostlar, sizga shunday qisqa gina video yozma qoldirasi keladi. Ko'rasizlar, mening ortda mana shunday Xrushchevka proyekti bo'yicha turgan yurt. Endi hozir bu yurtlarga bir asr bo'yi vaqtda kelib jetir. Xalq yashay, Qozon xalqi yashay shunday yurtlarda, bolalar o'sa, uçib chiqib ketalar. O'zlarining qanotlarini jayib o'sib jetkashdan yaşav davrında bizga motor ishi shunday dvorlar yasab sizga ko'rsatib ketasi keladi. Maqtov so'zlarini aytasiz. Maqtov so'zlarini aytib bizning Moskovskiy ham Kirovskiy rayon boshqarma komitetini shunday proyekt bo'yicha, prezident proyekti bo'yicha tuzilgan dvorlar hozir endi yashayib keladi. Sizga shuni ko'rsatib ketayim, hali ham o'zingiz qarab o'tirsiz. Shunday mana akkuratgina yasalgan so'qmoqlardan boshlana. Bunda mana yashil ulen chashkanlar, gazon, yurt, birinchi Xrushchevka. Bunda tag'in Moskovskiy proyekt bilan mana shunday kirpishdan tuzilgan yurt. Bu yoqda mana kirpishdan tuzilgan yurt. Deganda bizning tishda Shamil Usmonova o'rama bo'lib chiqaydi. Mana shunday tuzgina aybatgina yasalgan dvor. Mashinalar qo'yirga o'rinlar bor, parkovkasi bor. Har kishi ishdan orib qaytgachdan shunda o'zining mashinasini qo'ya. Mana deganda kishilar o'tirganda, yoshlar o'zaga deb aytganda, unda gil yolitirga o'rindiqlar qo'yib, shub savutlarını qo'yib yolitalar kishilar. Alqatava ketsak, mana shunday balalar uchun maydonchiq, kichirakkina maydonchiq qum bilan to'tirilgan. Oyoqqa rahat, приятно deb aytganda ruscha shunday mana dog'onlar bor. Motorgina dog'onlar. Indigina kichkina bo'lmasin, bizning balalar so'raylar, aydagiz munda, timunda keligali deyib. Buldursak, buldurib bo'lar ekan. Mana shunday bu yurt nishanchi nomer ekanini bilmayman. Shamil Usmonova 13lar bo'ladir endi u. Nash dvor degan mana shunday motorgina podyezdlar yasaganlar. Shuni ko'rsatib kelasi keladi. Bunda yasalgan dog'onlar. Ишикларын alıştırıp shunday motor podyezdlar yasaganlar. Onun oldunda shub savuti bor, ham shunday o'rindiq yolitirga. Bu bek durust deb o'ylayman. Chunki ko'p yurtlar olingan shub savutlarini olib tashladılar. Achom kelmagariga мороженое olib boshlasang, shu shubni solirga shub savutlari yo'q. Amanda пожалуйста deb aytdik, mana bor. Qattiq soldim. Ozgina площадка mashina qo'yirga o'rinlar qoldirganlar. Современный tipda yasalgan fonar, tungi fonarlar bo'ladi bunda. Shunday chiqib ketasing Shamil Usmonova o'ramini. Mana shunday kichkinagina motorgina dvor. Rahim etigiz.